Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvanda diqqatlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. ANI to'rining 4-maydagi xabarda bildirilishicha, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining yillik dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalq ustidan berayotgan ziyonkashliklar davomlashayotgan bo'lib, o'lcharilishcha har 26 Uyg'urning biri turmada ekan. Bu son Xitoy turmasi nüfusining 3dan 1ni tashkil qildi ekan. Dokladda ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonda turmalarda yetayotgan Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar Xitoydagi turma nüfusining 3dan 1 qismini tashkil qildi ekan. Sharq Turkiston rayonining turmada yetish nisbati Xitoy rayonining turmada yetish nisbatidan xeyli yuqori bo'lib, har 100 ming odamdan 2324 nafari turma va tutib turish o'rinlarida ekan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining yuqori darajali tadqiqotchisi Ben Kardus, tadqiqot va tashviqot bo'limining muavin mudiri Peter Ervinning deyishicha, bu rayondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar ichida har 100 ming odamdan 3814 nafari turma va tutib turish o'rinlarida ekan. Dokladni tayyorlagan Ben Kardus apandining deyishicha, Sharq Turkistonda ahvol texmo nacharlashishi mumkin ekan. Bu dokladdagi tekshirish natijasi Xitoyning atalmish Xinjiang Oliy xalq taftish mahkamasining yillik dokladi va Xitoy Adliya ministrligining tor betidagi sonliq ma'lumotlarga asoslangan. Dokladda mo'ljallanishcha 2022-yilgacha jami 578500 Uyg'ur yoki boshqa turkiy millat fuqarosi turma va tutib turish o'rinlarida ekan. Dokladda Uyg'urlarning turmada o'lish nisbati Xitoydagi boshqa millatlarga qaraganda intayin yuqori bo'lib, bu Xitoy davlat maxfiyati deb qaralganligi uchun o'lim jazosi sonliq ma'lumotlar oshkorlanmagan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bildirishicha, Sharq Turkistonda Uyg'urlarga Qur'on o'qish va bolalarga Qur'on o'rgatish qatorliq normal harakatlarmi og'ir jinoyat hisoblanib, kam deganda 10 yil turmada yetish jazosi berildi ekan. Bu ahvollarning og'irligiga qaraganda bu rayondagi kishilarning o'lim jazosi bilan jazolanish nisbati texmi yuqori bo'lishi mumkin ekan. Manila Times Store'ning 6-maydagi xabarda deyilishicha, Filippin eksportchilar birlashmasi Conweb'ning aytishicha, kiyim-kechak eksport qiluvchilar va ishlab chiqaruvchilar Amerika tamojna va chegara qo'g'dash mas'ullarining Uyg'ur majburiy emlikining oldini olish qonunining yo'l qo'yilishi sababidan to'shishni kechiktirgan. Conweb ijroiya direktori Maritis Agonsilloning aytishicha, eksport qilingan mahsulotlarning to'shilishining kechikish sababidan shirkatlar normal savdo qilamagan. Shirkatlardagi nurg'un xizmatchilar dam olishga majbur bo'lgan. 10 dan ortiq zavod xodim qisqartgan bo'lib, taxminan 5777 ishchi ishdan bo'shatilgan. Conweb amaldorining deyishicha, Amerika tamojna va chegara mudofaasining Uyg'ur majburiy emlikining oldini olish qonunini qo'llanishi ularning tijoratiga mo'ljalligisiz qiyinchiliklarni olib kelgan bo'lib, taxminan 5-6 million dollar ziyon tortgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.